Yaman, Hey, ben 5 milyon pulu var adam, özüm tamak etip sarang bolup kalmagandım, he? Ras, sen baysan. Öyle tamak etdiğanga. Ha. Kırıkatlarını yuyduğanga karan, öy hizmetçisi işletimiz. Şunda kal, bolsa çıraylar, kiçikrek 18 yaş kız aldım bir işletim. Doğru. Bu kim o dese, menin hizmetkarım deydiğen qosumu, taz aş çıraylık 18 yaşlı konçakdaki kız aldım birini işleteyli, he? Şunda kal, kılay. Ha, 18 yaşlı çıraylık küçük kız aldım nım kılmak çıktınız. Neydi o yamalıqını qarağın? Sen işletimiz dongo? Hey, ben yoqaqda çatak çıkırdığan oxşamamsız? Xudoy, tov qildim, men çatak çıkırdıgan bolay, ya. Mush gepingiz qo'simi qarang, bo'shanrek 60 yoshli qir xotinni birine kelmay uyga. Balanning dadasi bo'lib qolibsiz, bo'lmagan bo'lsa asli birinchi olib almashtirgan siz ekansiz. Rahmat. Koni joji bo'lgandi ekanman. Ay, bo'ldi qilma, pul o'zimning olgan ekan, ishingizni qilib jim o'tirasiz. Men ishimni qilib jim o'tirdim. O'zimni kankichada hajdigil qo'yapman. Yana necha pul qoldi qo'limda? Ba yana azroq 470 ming qo'ydak pul qoldimi-ki? Qalqaydigan. 470 ming qo'y qolgan bo'lsa-chi, 450 ming qo'yni balamning nomida bankada qo'yib qo'yman. Bo'lmasa, balam cho'ng o'g'anni sizga o'xshash xotinining qo'liga qaraydigan bo'lib qolmasin yana. Ashtaqil. 20 ming qo'yni nega ishlatsam bo'lar? O'tirib, obdan o'ylash, o'tirib, taz yaxshi o'ylashib ol. Nega ishlatsam bo'lar 20 ming qo'yni? Naras. Akam uyilmadi otatti. Akamga berib turaychi. Ashtaqil? 20 ming qo'yni. Akamga berib turay, shunda qilayjimi? Akamga 20 ming qo'y yetami? 40 ming qo'y yetadi afgan. Ay, aka kela, o'tir aka. Ha, keling, qada olarsiz. Keling, o'tirib. Qil, o'tir. Qachon kelganding aka? Ha, men xeyli oldi kirgili. Ishga ochiqqa kiraverdim. Yaxshi. Kelib qolsan-ku. Ha, nima kelatdim, ukam? Yangi bir uy setib olay degan. Shuningga ozroq pul kamlab qoldi. Alloh. Oy, sizlar botursanglar, men kimdan qarz so'rab yurmay. Shu. Sizlarda pul bormidi, yo'qmidi deb ansirab kelib edim. Mana talibiga 5 million chiqibdi emasmi? Muborak bo'lsin, 5 million chiqibdi emasmi? Qancha pul kerak sana? 40 ming qo'y setidi afgan. 40 ming qo'y? Opla. Bu hozir qo'limda lekin 20 ming qo'yli naqd pul qoldi. Qanaqa saqla? Astagfirullah. Haros. Hali qiz sizga olgan mashinani olmay turaylik bo'ldi. Ha, botma, ben shuni unutib turay. Bu 30 ming, qo'limdagi 20 ming, 50 ming. Aka, sana 50 ming qo'yib berib turay. Rahmat. 50 mingni berib turay. Kelib pul yetmay qolib, u yoq bu yoqdan so'rab avaro qilmayina. 50 mingni berib turay. O'tir. Qarindosh degan mana shunday vaqt esqatdi-da. Rahmat ukam, sana rahmat. Vakilama? Qarang, ahmoq qo'mang, bizda pul yo'q deyman. Nima? Bo'ldi, yo'shirma. Men hech kimga demayman. Voy, yo'q desangiz, bizda rost pul yo'q deyman. Bo'ldi, yo'shirma. Pul bagim kelmayotdi-da, dema. Yo'q, unda emas, rost. Farishtaning ishidan shayton qizg'inibdi deb. Men ishlasam sizning pulingizda emas, singlimning pulini ishlataman. Meni qaytaramasmiki deb ansirab ketyapsiz. Astagfirullah. Agar o'zingizning aksi olsam, qo'rqmayli berib turadingiz deyman, ha? Yo'q, men sizni xeli bir mer, o'g'il bola, jigir bola desam, siz men 4 tanga pulni ko'rib o'zgarib ketdingizmi? Yo'q, qarang, men unutib qolmam. Sizmi-chi, uy setib olganda, men qip-qizil pulni shiraq sanab berib turgan xalq puldan. Ya qarang, siz xatochini qilyapsiz. Bu asli qarang. Ha, bu asli chiqmagan pul. Bu bizning xiyolimiz demoqchiman. Endi tushundingiz, rost. Anqara. Bu og'ziq sepmasam davatgan gapini. Ya bu tuzi kerak bir amal topsangiz umamdi. Ha? Tuzi kerak amal topsangiz umamdi. Ya bu gap shu tursa demisimiz pul olmasa bizda. Hey. Bo'ldi, bermayman dedingmi? Shundaymi? Tavba qildim. Berib tura olamsan ya. Ay, bizda pul yo'qmi? Senda pul bormi? Chiqqanmi deb yerdan? 5 million. Ha, 5 million. Voy ras. Voy akarasdagi bu degi chiqmagan puldi. Sen nim bo'lding endi? Sen meni olding-ku. Ya Allah, ering yurtingni mejitibdi-da, ha? Ya undan emas aka, bu rostdagi chiqmagan pul. Tova, Xudoyim. Ey, sen unutib qolmajmi? Biz degan qarindosh.
Boytaqni buzgan tul, tuqqanni buzgan pul degan rost gapkanda. Xudoy. Bo'ldi. Biroq tuqqanini ko'rib qo'ydi. Hey aka. Shu pullaringizchi pul so'ramaydigan, mendan yaxshiroq akadan birini setib ol. Ya mas Sizmichi, menga berib turmagan pulni bag'ringizga chiqing, bismillah tasiz. Hey aka to'xtab Bo'ldi, turing. bo'ldi. Aka. Ha, bo'ldi. to'qildim Xudoyim, to'qildim. Nima bo'lgan? Astagfirullah. Ammo qanday qilamiz akam ketdi mana. Qanday qilding? Deyishi qarab baq. Televizor qarab baqa 5 minut chiqib qoldimi? Apla. Vaqt o'tib ketibdi, e'lon qilgan vaqt. Telefon qil unda bo'lsa. Men to'xtab turing mana. Mana. Men telefon urib surishtirib boqay. Bay, yaxshimisiz? Bugungi mukofotga chiqish ahvolini surishtirib boqay degandim. Ha, rahmat sizga. O'xshash chiqdi birsi. Ha? Birsi o'xshash chiqdi. Ha. Ha? 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 Ha. Ha, ma'qul. Chiqibdimi? 5 minut chiqibdimi? Jiddiylik ketdimi? Gap qilamadim, rost gaplar 5 minut chiqibdimi? Pul chiqibdimi? Chiqibdi. Nechta chiqibdi? Bir qo'y chiqibdi. Mushumi qog'ozdan? Hey, to'xtab turing, nega ko'rsiz? Men Taksi bilan berib, men pulni kelib beray. voy bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir qo'yni qanday qilsiz? Qanday qilib to'q dal setib olamiz, tirnoqlarini o'stirsa, chachlarni kestirsa, obdan o'yinni jon shu qilamiz. Uningdagi qog'ini akamga berib turamiz. Ay bo'ldi qilinga, bo'ldi qilinga. Men kelib Ay beray. to'xtab turing. Rahmat. Rahmat.